Uzun musofir yurtdaman, ota-onam, yaqinlarimni biror safarga jo'natmoqchiman. Hikmat Travel'da narxlar qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun bugun Xudo xolasa yana Abdug'ofur akani oldilariga yetib kelganmiz. Bizga like'larni bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yganlarga Xudo xolasa birinchilardan bo'lib videolarni kuzatib borishlaring mumkin bo'ladi. Sizlar ham kanalimizga yangi bo'lsalar, obuna bo'lib like'larni bosib tursangiz, Xudo xolasa Hikmat Travel'da qanaqa yangiliklar bo'lishidan qat'iy nazar hammasini bilib borishlaring mumkin bo'ladi. Biz endi Abdug'ofur akadan to'liq ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka, biz obunachilar uchun bitta narxlar tanishtirib berasiz. Qanaqa bo'lyapti aka? Qayerdan reyslar bor? Xo'p, Toshkentdan deyarli har kuni yoki kunora reyslarimiz bor. Toshkent reyslarimiz. Bularning narxini $925 qilib beramiz, xudo xolasa. Toshkentdan ketmoqchi bo'lgan obunachilarimiz uchun. Xo'p, Vodiydan ketmoqchi bo'lgan obunachilarimiz uchun hozircha 15-avgust kuni reysimiz bor. Buni narxini $975 qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqib, joylarni bron qilsalaring bo'laveradi. Xo'p, endi mana aka narxlarda aytib o'tdik. To'lov masalalari qanaqa bo'ladi aka? Onlayn To'lovlarimiz bo'ladimi? Bo'ladi. To'lovlarimiz xohlasalang ofislarimizga kelib to'lov qilinglar. Xohlasalang onlayn joylarni bron qilinglar. Ofislarimiz respublikamiz 3 ta viloyatlarda bor, Toshkentda bor, Farg'onada bor, Andijonda bor. Xo'p. Yo bizga uzaqlik qiladi deydiganlar uchun shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Zagan pasportlarini tashlab bersalaring joylarni bron qilib qo'yamiz. Aeroportga borib hisob-kitob qilsalaring bo'laveradi. Xudo xolasa o'zlariga qulay bo'lgandan to'lovlar amalga oshirsa bo'ladi endi. Telefon qilsangiz qanaqa qilib nima qilish. Yana to'liq ma'lumot beriladi. Endi aka 14 kunlik braziliyada o'z ichiga nimalar kiradi, shart-sharoitlar qanaqa bo'ladi, ovqat masalalari qanaqa aka, hammasini bitta tushuntirib bersangiz. Xo'p bo'ladi. Gostinsalarimiz uzoqligi Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha, Xudo xolasa Makka Mukarramada 800 metrdan 2,5 kilometrgacha. Xo'p, qaysi gostinsamiz bo'sh bo'lsa o'sha yerga tushadi, Xudo xolasa. Bundan tashqari Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, 50 boshi aeroportdan billa borib, billa kelishadi, Xudo xolasa. Kamsiz so'mka bejik beriladi firma tomonidan. Qaytishda 5 litr zamzam suv bonus sifatida qo'shib beriladi, Xudo xolasa. Zo'r. 50 boshlar Xudo xolasa malakali, hamma bilmagan narsalarni o'rgatishadi. O'rgatgancha, Xudo xolasa bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishlaring mumkin. Abdug'ofur akaning o'zlarining nomerlarini qo'yib qo'yapmiz. Yanada to'liqroq ma'lumot olishlaring mumkin bo'ladi. Telegram, WhatsApplar ishlayapti. Aloqaga chiqsalaring, Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib tushuntirib berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.